Sizda glaukoma kasalligi aniqlandimi? Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz glaukoma kasalligi haqida. Glaukoma kasalligi bu ko'z ichi bosimining oshishi hisoblanadi. Buning bir qancha turlari bor. Shulardan eng ko'p uchraydigani bu ochiq burchakli glaukoma. Bu belgilarsiz, simptomlarsiz kechadi. Bemor asosan uzoq yillar davomida buni sezmasligi mumkin. Asosan ko'pincha ko'rish maydonini torayishi bilan kechadi. Glaukoma kasalligini davosi yo'q deb aytiladi bu haqda, lekin glaukoma kasalligini davolasa bo'ladi. Ya'ni tomchi dorilar bilan yoki lazer yordamida davolash mumkin. Lazerni iridotomiya qilish mumkin. Agar buni ham yordam bermasa, demak operatsiya yo'li bilan glaukoma kasalligini davolash mumkin. Glaukoma kasalligi hech qachon bu ko'z ko'rmay qolishini olib kelmaydi. Ya'ni ko'rlikka olib kelmaydi. Buni qachonki qaysi vaqtda aniqlab, erta tashxis qo'yib, erta ko'z ichi bosimini qaysidir yo'l bilan yoki lazer yordamida yoki operatsiya qilib normaga tushirsak, demak ko'rish o'tganligini saqlab qolish mumkin. Glaukoma kasalligini yaxshilab bo'lmaydi, lekin ko'rish o'tganligini saqlab qolish mumkin. Shuning uchun tezroq bunga to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davolashni amalga oshirish kerak.